Offline reklama bo'yicha 12 yillik tajribamdan olgan 3 ta xulosam. Birinchi, ruhiy holatingiz bo'yicha ustoz tanlang. Misol uchun, oila munosabati, do'st, kasbdagi barcha holatlarda ruhiyatingizga ta'sir qiladi. Buning uchun ustoz kerak. Ikkinchi, o'z kasbingiz bo'yicha ustoz toping va o'sha ustozning etagini mahkam ushlang. Uchinchi, bu eng asosiysi, unutmang, sinab ko'rishdan hech qachon qo'rqmang. Men 26 million so'mlik birinchi buyurtmamni qabul qildim va juda qo'rquv kuchli bo'ldi. Buni yengishda bitta usuli bor edi men uchun. Bu qanday bo'lgan? Shunchaki sinab ko'rishdim. Sinab ko'rdim va natijasi juda a'lo bo'ldi. Misol uchun 26 millionlik zakazni buyurtmani o'rnatib berganimdan so'ng keyingi zakazlar narxi oshib borishi davom etdi va hozirgacha bu narsa o'sishda davom etmoqda. Yuqorida keltirgan 3 ta misollarim hayotda menga juda asqotdi. Sizga ham tavsiya beraman.